Avvalambor assalomu alaykum Zuhurdunus kanalining qadrli obunachilari, sog'misizlar, salomatmisizlar? Zilni danagidan topib qo'ydim. Bu zilni bozorga nisbatan narxi ancha arzon. Zil so'rab yurgan tanishlaringizga tezda videorolikimizni jo'natib qo'ying, chunki bunaqa arzonini topish juda qiyin. Ideal sistemada teng bo'lib do'stlar. Biz ma'lumotlarni yetkazishni boshlaymiz. Bittadan like sizlardan, mana shunaqa chiroyli, yaxshi, arzon texnikalar chiqarish bizdan do'stlar. Qani bo'lmasa ma'lumotlarni berishni boshlaymiz. Diqqat bilan ko'rib, videorolikimizni oxirigacha ko'rib, diqqat bilan keyin egalariga telefon qilib sotib olishingiz mumkin. Qani bo'lmasam boshladik. Zil 131 1987-yilda ishlab chiqarilgan qo'shmosli mashina yuk o'zi ag'daruvchi, yangi texpasportdan dokumentalni yuk o'zi ag'daruvchiga bo'lgan. Motor Ural motor, rasxodi yo'q, bloklari butun, radiatorni yangi qilib qo'yganmiz deb aytib o'tib ketyapti. Ramalari butun. Mashinani hech qanday ham xarajati yo'q, yurib turgan mashina deb aytib o'tyapti. Xarajati xohlasangiz, xohlamasangiz minib yursangiz ham bo'laveradi. Orqa balonni 4tasi 30% deb 4tasi balonni 30% almashtirsa yaxshi, bo'lmasa yursa ham bo'ladi deyapti. Plus ikkita rabochiy balon bor, qo'shib beraman deb yozib ketyapti. Mashina yangi texpasportda dedik, dokumentlarida hech qanaqa muammo yo'q. Xohlasa generalni, xohlasa oformleni o'tkazib olaverasizlar. Mashinani 5 ta temir metallari bor ekan, 60 talik temir metali bor ekan. 2016-yil deb aytib yozib qo'yildiryapti bizda. Texpasportga GB gacha urilgan ekan, hech qanaqa muammo yo'q. Mashinani motor holati mana shu holati ishlab turibdi, yurib turgan mashina. Bizda ovozi eshitilib turibdi, ovozi juda tiniq, chiroyli holatda. Nima deydi? Bizda ovozimizga xalaqit bergani uchun o'chirib qo'ydik. Mashinani bortining uzunligi 4.30 ga, eni 2.40, balandligi 1.40 silosga moslab qo'yilgan ekan. Ishga tayyor mashina. Mashinaning narxini $11.500 so'rayapti. Albatta o'tib beriladigan joyi bor. Oz-moz, ko'p emas. Mashinani minadigan odam yo'q. Sotilishining sababi shu. Kimdir olib foydalansin sezonda deb aytib o'tyapti ekanmiz. Shuning uchun $11.500 ga o'tib beradi. Uncha-muncha ko'p emas, lekin o'tib beradi. Bemalol aloqaga chiqib kelishib sotib olishingiz mumkin. Agar bozorda ko'rsangiz mana shu mashinani 14.000, 15.000 narx aytadi o'rtoqlar. Bozorga nisbatan ancha arzon. Tezda aloqaga chiqib kelishib sotib oling yoki zil so'rab yurgan tanishlaringizga tezda videorolikimizni jo'natib qo'yishingiz mumkin do'stlar. Mashinaning manzili Namangan shahrida ekan. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqsangiz Telegramdan, WhatsAppdan lokatsiya tashib beradi. Lokatsiya bo'yicha borib sotib olishingiz mumkin. Bizdagi barcha ma'lumotlar shular. Qisqa va lo'nda ma'lumotlarni yetkazdik. Agar sizlarda ham shunaqa texnikalaringiz bo'lsa, sotadigan, bemalol bizlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Tepa tomondagi nomerlar bizning nomerimiz. Reklama xizmati. Sizda sotiladigan jamiki nimangiz bo'lishidan qat'iy nazar bemalol reklama xizmatimizdan foydalanishingiz mumkin. Ko'pchiliklar foydalanyapti. Shular qatorida siz ham foydalanishingiz mumkin. Reklama xizmatiga tepa tomondagi nomerlar bizlarga aloqaga chiqasiz. Mashinaning egasiga past tomondagi oxiri 21 nomerlarga aloqaga chiqib kelishib sotib olishingiz mumkin. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.